Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Allohga shukr, yaxshi. Siz o'zingizni tanishib o'tsangiz birinchi. Ben özüm tanıştım. İsmim Abdüşkür Rozi. Ben Kaşkaya Konuşehir Naisi Zemin Yesi Çıgman Kenti 2. grup 35. numaralı koydum. Bunu ben. Ata-anangizdan ko'rishimga qanchalik bo'ldi? Ularning ismi degandeklardan. Chet elga chiqqili 2 yil atrofida bo'lib qoldi. 1,5 yilning yoqi ota-onamdan 1,5 yilning yoqi. Ha, 1,5 yilning yoqi uydagilar bilan aloqalashamadim. Aloqa uzilib qoldi endi. Bu yerda o'zimning kuchiga tayanib degandek yashab qolyapman. O'qish uchun chiqqandim. Siz Istanbulda tursiz? Ha, Istanbulda turman. Ularning ismini ko'rishimga tuqqanlaringizdan, ota-onangizdan. Anamning ismi To'quz Tursun, dadamning ismi Ro'zaxon Ömer. Qarindoshimning ismi akamdan boshlay. Akamning ismi Ömercan Rozi, mening ismim Abdüşkür Rozi. Onun için Abdullah Rozi, Ayşe Rozi, Abdüzahir Rozi, Abdüsemi Rozi, Muhammed Rozi, küçük sanımın ismi Nefise Rozi. Biz 8 kardeş olmamız. Bularning hamda vatanda aloqa qilamadim, bularning yoki sirtida yoki yig'ilish kampda ekanligini bilmayman. Ularning yoki hayot yoki Onangizdan-chi? Anamningini bilmayman. O'tgan yil 4-oyning 3 atrofida mahallik do'stlarim bilan aloqalashib yig'ilish kampiga ketganligini anglagandim. Onunkinkini aloqalashib boqmadim uydagilardan. Anangizdan ota-onangizga qarindoshlarining ismi bilamsiz? Anamning anasining ismi Nuhan Abdullah. Dadasining ismi To'sunjan Tömöchi bo'ldi. To'sun Tömöchi. Aksichi? Aksi, anamning aksi Memtili Abdullah. Memtili Tursun. Ankin Azizli Tursun. Ularning oilalardan xabar bormi? Ular oilachi yo'q hamda. Oilachi yo'q. Siz bu shikoyatni hozir bu videodan chiqdingizmi yo ilgari inson haqlari dunyo inson kechirim tashkiloti biz jamiyat deganligiga as qarshingiz bormi? Bütün medialarga chiqardim, Dünya Qizil Kirish jamiyati, Dünya inson haqlari jamiyati, Dünya kechirim ishlar jamiyati qatorliq jamiyatlarga. Ular xat shakilda berdingizmi? Evet, yozma shaklda berdim. Rahmat ko'p. Rahmat.